Assalomu obunachilar, yana navbatdagi prinsipimiz sotildi. Bugünkü senagi esa 2025-yil 25 aprel kuni topshiryapmiz. Bu prinsipni razmeriga keladigan bo'lsak 1.60 ga 2.60 bo'ldi, 2 mostli bo'ldi. To'rt tarafi ham shu yillar. O'slari biroz to'g'ridan bo'ldi, 76 ga rossiyskiy. Prinsip ma'qul bo'ldimi, brat? Ma'qul. Ha? Ma'qul. Ko'ngildagidan bo'lib chiqdimi? Ko'nglimdagidan Xudoga shukr. Haydi. Necha so'm oldingiz? 14,5 milliondan bo'lib turibdi-da. Biroz to'g'ri bilan lastik Kamasharaoyni qo'yib berdik. Kamasharaoy. Sizni tabriklayman. Teyindan shamollasiz yaxshi kunlarda ishlating. Mana shu spravkasi. Rahmat. Prinsipimiz Qoraqalpog'iston Respublikasi qayerga? Ellikqal'a. Ellikqal'aga berdik. Ellikqal'a tumani Kalelin kolxozi. Prinsip ma'qul bo'ldi, hang bura. Ma'qul. Yana 2 mostli prinsip berdik. 15 lasetli balonlar, yana biroy to'rvalar 76 lik rossiyskiy strumenkalar bilan mokur asfalt rangda bo'ldi bu. Qoraqalpog'iston Respublikasiga berdik. Yana Kamaz sharoitlari bilan qo'yib berdik. Kimga shunaqa prinsiplar kerak bo'lsa, ekranda telefon nomerlarimizni qo'yamiz, murojaat qilaverasizlar. Har xil turda prinsiplarimiz bor. Taglari konteynerlik bo'ldi, buni baquvvat. Murojaat qilaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.